Bizni ishlagan saytimiz usta navbat, satosh boshqaruv navbat, to'lov, omborxona, kadr analitik. Bu egalar boshqaradi bu xo'jayin. Bugungi ma'lumotlar, bugungi menda nimalar bor degan funksiyalar, statiklar. Bugungi foyda, navbat kim bajarildi, kelmadilar chiqib keladi. Bugungi buyurtmalarimiz, orderslar bular qabul qiladi, hamma funksiyalar ishlaydi. Keyin omborlarga kiramiz. Nimalar bor, nimalar zakazsiz bo'ladi, qancha qolgan, qancha kelsa o'shalarni belgilaymiz. Kadrlarga o'tamiz. Kadrlarda xodimlarni ismini qo'shish. Yangi xodimlar olib kirganmiz, xodimlar ismini qo'shish. Bu yerda nechta xodimimiz bor, nechta odam xizmat qilganini ham ko'rsatadi. Bu analitika. Analitikada kunlik, haftalik, oylik va o'rtacha ish cheklari hammasini ko'rsatib boradi. Keyin tarixlarni ko'rsatadi. Qancha qabul qilingan, tugagan, kelmagan, navbatda ko'rsatadi va agentlar 5 ta agentlar va statistikalar ko'rsatib boriladi. Har bir agentning o'zini agentlarni ko'rsatadi. Mijozga yozilishlar. Yangi navbat qo'shish, qachon, qayerda va necha pul solish oldingizlar, hammasi ishlaydi. Keyin ishlanadi, mana yozilgan. Keyin qo'shiladi hammasi tarixlarga. Mana bugun ishlaganini qaramiz, mana chiqib keladi. Va vaqtlarni ko'rsatadi, agentlarni va mening navbatlarimni ham ko'rsatadi. Narxlarni ko'rsatadi. Soch olish, soqol olish, soqol plus bolalar uchun ustalar va qildish. Va har kuni nechadan nechagacha ishlash ko'rsatadi. Va bo'lim qisqartmalari. Bugungi ombor va egalar bugun ombor kadrlar analitika tarixlarni ko'rsatadi. Agent o'z navbatida shaxsiy istaklar qabul qilish. Shu 3 xil narsaga bo'linadi.